Chunki rahbarga tegishli bo'lgan vazifa bajarilmagan. U tomonidan qilinadigan ish qilinmagan. U vazifalarni cho'tki bermagan. Undan kutilayotgan natijalarni aniq belgilab bermagan, tavsiflab bermagan, yozib bermagan, belgilamagan. O'shaning uchun ham hamma muammo kelib chiqadi. Nima emas tepasida turishim kerak? Chunki tepasida turganini mana bunaqa qilgin, mana bunaqa qilgin deb turasan, o'qib beradi. Ketdim, yana o'zingga qarab o'tirish kerak u. To'g'rimi? Shunaqa o'zingizlar o'rgatgansizlar. Chunki yo'riqnoma yozishni bilmaysizlar. Yoki общий gap bilan yozasizlar. U yog'iga o'zi uchun olish kerak-ku, tajribasi bor-ku. Yo'q, любой yo'riqnoma, bo'lim nizomi, lavozim yo'riqnomasi, любой qoidalar, ularni amalga oshirish, даже KPI ishlashi, bilmayman, har bitta kompaniyada stolda turishi, xonalarda stol bilan stul turishi. Rahbar kiradi, asabiylashadi. Men mana bunaqa dedim-ku, deydi. Qayerda yozilgan? Qanaqa qo'yilish kerak o'zi? Bizda Uzinfocomda 2005-yil, 2006-yil ishlaganimda 20 yil oldin o'rtoqlar, 20 yil oldin direktorim bor edi. Aslida eng birinchi ustozim meni. Miyasida shunaqa darajada hamma narsa tizimlashgan ediki, u hatto xonaga kirganida kompyuterlar turadi, IT kompaniya, to'g'ri? Kompyuterlar turardi. Sim bundoq chiqib tursa, asabiylashardi. Butun ofisga bo'kirardi. Mana buni simi nima chiqib turibdi derdi. Tushunasizlar? Shunaqa tartibli bo'lish kerak ediki, bitta xodimni simi ko'rinishi kerak emas edi. Bu uchun IT bo'lim javobgar edi. Kompyuterlarni sozlab beradigan, nastroyka qilib beradigan bo'lim javobgar edi. Sim umuman ko'rinmasligi kerak. Sim bo'limda ko'rinyaptimi, bo'lim boshlig'iga shtraf. Chunki bu bardak. Shu narsa shunaqa aniq belgilangan edi. Shu hamma prosta titraydi simi ko'rinib qolsa. Bo'lmasa boshqalar uchun vahshiy fignyada bu. Umuman muhim bo'lmagan narsa, to'g'ri? Bu bitta simdan boshlandi. Qolgan hamma narsa ham xuddi shunaqa edi. Bizda xat yozish, hattoki xat yozish mana shogirdlarimga o'rgataman, dokumentni bir xil stilda yozinglar deyman. Hammaga o'rgataman. Bir xil stilda, savodsiz, har xil shriftlarda, har xil formalarda yozilishi kerak emas. Hujjatlar bitta stilda bo'lishi kerak. O'shanda boshqa kompaniyalar sizlar bilan ishlasa yoki hattoki sizlarni jamoadagi xodimlar ishlasa, boshqa kompaniyaga borsa asabiylashadi. Ne bilib bunaqa qiladi dedi. Aynan sizlarni kompaniyalarning stilini bildirib turadi, pochcherkini bildirib turadi bu narsa. Tushunasizlarmi? Yana yo'riqnomaga tegishli bo'lgan narsa. Mana ahmoqlar uchun yo'riqnoma dedim-ku. Sizlar yozayotgan hujjatinglar, любой hujjatinglar, bu ichki qoidalarmi, nizomlarmi, reglamentlarmi, boshqa qanaqadir me'yoriy hujjatlarmi har doim esingizda turishi kerak. Kim uchun qilyapsiz? Proverka uchunmi? Kimdir antan, bilmayman, inspeksiyadan kelib tekshirish uchun qilasizlarmi? Yo'q, qayerdadir galochka uchun, polkanglarda turish uchun qilasizlarmi? Nima uchun qilinadi bu hujjatlar? Yana aniqlaymiz. Xodimlar uchun. Nima uchun? Mana bu holatga tushib kelgan odam o'zini topib doldirib qolmasligi uchun-da. Har bitta xodim, o'rtoqlar, har bitta xodim undan kutilgan natijani qilish uchun. To'g'rimi? Natija uchun, doyacha qisqa, natija uchun qilamiz. Любой dokument natija uchun qilinadi. Natija bizani o'sha bosqichga olib keladi. Maqsadlarga erishishimizga olib keladi. Agar dokumentda prosta galochka uchun aqlli, chiroyli gaplar bilan yozsanglar, lekin xodim uni ishlata olmasa yoki ezilib ketsa o'qib bo'lguncha, u kerak emas hujjat, tushunasizlar? Hech kimga kerak emas. Sizlar vaqtinglarni ketqizdinglar, 40 bet hujjat yozdinglar, xodim o'qimaydi uni, 2 betini o'qidi. Har doim esingizda turish kerak, nima maqsadda hujjat yozyapsizlar? Prosta tartib uchunmi, prosta fiksiya uchunmi yoki mana xodim uchun? Hayotingni yengillashtirib, kompaniya maqsadiga erishish uchun. Har doim esingizda turish kerak, любой hujjat. Hech qachon для галочки bo'lish kerak emas. Ichida yozilgan narsa bugun ko'rib chiqqanimizdek bo'lish kerak. Biram chaynab berish kerak. Ana o'shanda sizlar tepasida turmaysizlar xodimlar. O'shanda u yo'riqnomaga qarab, o'zi biladi nima qilish. Adaptatsiyada ham xuddi shunaqa adaptatsiya darsiga yetib borsanglar bilasiz. Fikrlar, mulohazalar, takliflar, savollar bormi? Taklif, fikr, savol bor. Ayting. Yaqinda shunaqa klinika bo'lganimiz uchun shifokorga berdik. Lavozim yo'qlamas. Shifokorga beryapman. Shifokor o'qib chiqyapti. Ancha vaqtdan keyin kelyapti. Xonaga qo'yib ketyapti. Imzolanmagan. Hech narsa qilmagan. Sababini borib so'rasam, umuman menga qarshi ishlab turgan so'zlar hammasi. Bunga keyin qanaqa so'radim.
nima, qaysi joyi to'g'ri kelyapti, nimasi yo'q, hammasi hech qaysi to'g'ri kelmayapti. Uni interesiga bo'lib yozishimiz kerakmi, shunda Yo'q. lozim yo'qmi, nima qilishimiz kerak? Yo'q. Lavozim yo'riqnoma nimaga yoziladi? Vazifani bajarish uchun. Nimaga unga qarshi ekan bu hujjat? Gaplashdingizmi? Qayta aloqa oldingizmi? Konkret To'liq hali gaplasholmadim. gaplashing, so'rang. Balkim u prosta sizni qoidalaringizga mos, qadriyatlaringizga mos inson emasdir. Bu prosta ishlash kerak emasdir sizni kompaniyangizda. Yoki qayta aloqa olish kerakdir. U hujjatni tushunmagandir, noto'g'ri tushungandir, noto'g'ri talqin qilgandir. To'g'rimi? Har xil vaziyat bo'ladi. O'shaning uchun men birinchi darsda aytdim, qayta aloqa madaniyatini rivojlantiramiz kompaniyada. Обязательно. Prosta ezildi, e'tiroz bilan keldi. Bor o'ylab ko'ramiz emas, konkret nima? Qani o'sha punkt? Nima deb tushunding bu punkt? Qanaqa talqin qilding bu punktni? Nimaga sen shunaqa hozir reaksiya qilyapsan? Tushunish kerak edi. Balkim undan tashqari yana 10 tasi shunaqa deb o'ylab yurgandir. Prosta sizga e'tirozini aytmagandir. Problema bordir. Tushunasizmi? Yo, agar ko'pchilikda shunaqa vaziyat bo'ladigan bo'lsa, qayta ko'rib chiqish kerak hujjatda. Yoki bitta unda shunaqa bo'layotgan bo'lsa, siz nechta uni ichki triggerlari bor, professional, ishida qanaqadir muammolarga duch kelgan. Hozir yana o'sha muammolarga bu kompaniyada ham duch kelaman deydi. Obishna bunaqa deydiganlar ayb boshqalardan topadigan xodimlar bo'ladi. Unaqa xodim balkim sizga kerak emas. Ya'ni siz ichiga kirishingiz kerak. Chuqur qayta aloqa olish kerak. O'shanda siz hujjatingizdan problema, xodimdanmi problema tushuna olasiz.